Tanishing, kichkintoyimiz Miraziz. Hozir 6 yoshda. Bugun banchaga olib keldik. Yaqinda uylarga borganda holat juda ham yomon edi. Qachonda bu doimiy holati shunaqa-da, to'g'rimi? Kundalik. Mirazizda birdaniga ko'p kasalliklar jamlashgan, masalan, oshqozon raki, noto'g'ri uxlaganidan va ko'p uxlaganidan shu ko'rinishga kelib qolgan. Xo'p, tishlarini yiringlab, chirib tushib ketganligi, ko'zlari borgan sari xiralashayotganligi va ming afsuski o'zi nimadir xohlab gapira olmaydi. Na gapirishi, na bir harakati va uning ustiga bu oilada ushbu farzand davolamonishiga sharoit yo'qligi. Xo'p, oilada 3 kishi. Miraziz, uni oyisi va Mirazizning akasi Ibrohim. Juda yaxshi va juda samimiy oila. Opamizning tirikchiliklari ko'rpacha tikadilar va gruppalarga qo'shilib olganlar. Sanitarga tozalashga chaqirsa o'sha yerga borib kelishadi, faqat unda ham ko'p emas. Uzoq bir kunga, sababi Ibrohimning o'zi Mirazizga qaramaydi. Va ahvol shunaqa holatda. Kartalar turibdi. Qancha yig'ilsa o'shani hammasini yechib, xudo xolisa hisobot qilib topshiramiz. Xudo xolisa. Pastda qoldiran kartalar aytgandek, Mirazizning oyisining kartasi, hammasi ishonchli. Qo'ldan kelgancha yordam qiling. Xudo xolisa, siz berayotgan yordam eng haqli oilaga yetib kelishi aniq. Shak shubhasiz holatni to'liq ochib berishga harakat qildim. Eng kamida duo bilan. Mana shu videoni ko'proq odamlarga jo'natishingiz juda muhim. Ushbu videoga like bosishingiz, kommentariy qoldirishingiz, har qanaqa reaksiya qilsangiz ham ushbu video ko'proq odamga yetib borishi sababchi bo'ladi. Ko'proq odamga yetib borgan video albatta muammoning hal bo'lishiga xudo xolasa sababchi bo'ladi.